Assalomu alaykum. Birodarlar, jigarlar, yaxshimisizlar? Kecha ilgari kuni mana ishlarni qildik mana. Mana shunaqa holatga keltirib olishimiz kerak. Hop, bitonlarni oralarini qo'yib oldik, filtalarni. Mana uni ustiga ham filta qo'ydirib oldik. Mana shu yerga issiqxona mana. Issiqxonani ustiga filta qo'yildi. Mana bu ochiq joyi bor. Bu ham fiton qo'yiladi. Xudo xolasa. Shunaqa ishlarni qildik. Hammasiga beton qo'yildi mana xudo xolasa. Bugun yomg'ir yog'yapti. Beton qo'yish imkoniyati yo'q. Xudo xolasa. Tagiga chakka o'tyapti, chunki stashga qo'yilgan yo'q. Bunaqa stashga qo'yilsa chakka o'tmay qolardi. Shunaqa gaplar. Hozircha shu ishlarimiz. Shag'allarni mana nimada chiqarib olganmiz, kiramni. Sement qora salafan tagida uni ham chiqarib olganmiz. Xudo xolasa. Yomg'ir tinib qolsa ishni davom ettiramiz-da.